أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli kardeşler, biz bugün Sure Al-İmran'ınki 242. ayetine geldik. İlgirki derslerimizdeki mezmun Meryem aleyhisselam hakkında kitap edip Zekeriya aleyhisselam'ınki tefsilatı çıkandı. Onu ahırlaştırgandan keyin tekrar mazmun Meryem aleyhisselamga qaytdi. Oyatda Allah subhanahu ve taala farishta orqali, Jibril orqali Meryem aleyhisselamga bisharat berganligining ahvoli so'zlanyapti. Estaizu billah ve iz qalatil malaikatu ya Meryem innallaha istafaki ve tahharaki ve istafaki ala nisa'il alamin. Öz vaqtida ve iz biz ilgirki derslerimizde bir neçe hata dedik bu gapni. İz sözü öz vaqtida, yani ötmüşte yüz bergen ma'lum iş hareketinin vaqti yoki o'rnini ko'rsatadigan bo'lib, bizning normal paranlarımızda heliqi ish qilgan vaqtimiz var ya, deydigan bir gapimiz var. Shu gapimizda boshqalarga nisbatan o'tmish qarta bir eslash, ötmüş qarta bir nazar tashlash ifodasini talab qiladi. Bu yerda shuni demakchi ki, shunda bir vaqt bo'lgan, shunda bir chaq bo'lgan, buningga qaytadan qarab baqinglar, buningga diqqat qilinglar, buningga bir eslanglar degandek bir ma'noda. Ya'ni o'z vaqtida malaika, ya'ni malaikatu din maqsad Jibril alayhissalom maqsad. Shunda dedi: "Ey Meryem, Allah sizni tanladı ve sizni pakladı ve sizni bütün dünya ayollarından tanladı. Şu ayollarning hammasidan üstün büyük kıldı" degan. Şimdi mazmunga kirishdan ilgari biz ve iz qalatil malaikatu deki malaika Arapça qurulmasına qaraganimizda bu köplik şekilde malaikeler deb tarjima qilish to'g'ri keladi. Ama maksat Jibril aleyhissalatu vesselam. Maksat yani bir farishta, çünkü Allah bilan payg'ambar va payg'ambardan boshqa insonlar o'rtasidagi aloqa farishtasi shu Jibril alayhissalom. Bu odamlik malaikatu deb ko'plik shaklda elishi balkim Abdur ifodalagandek nuqtada bo'lishi mumkin. Oldingi darsda bir qitim qisqagina deb o'tib ketgan. Masalan, insonga bir tarafdan ovoz kelsa, inson shu tarafga buriladi endi. On tarafdan kelsa, on tarafga burilamiz, birov meni chaqirayotganmidi. Sol tarafdan kelsa, sol tarafga burilamiz, ma tarafdan birisi menga xitob qilayotganmidi. Ammo hamma atrofdan teng kelgan vaqtida bu bir xil insonga odatdagidan, yani normal emas, yani normal ish emas bu. Odatdagidan g'ayri bir ifodalaydi. Bu yerda Maryam alayhissalomga ovoz har tarafdan keladigan bo'g'achqa, bu yerda xuddi ko'p farishta badek bir xil ifoda etgan bo'lishi mumkin. Ama asosiy maqsad Jibril alayhissalom maqsad. Jibril alayhissalom Meryem alayhissalomga Allah azza va jalladan yetkazib shuna deydi: "Ey Meryem, Allah sizni tanlab chiqdi, pakladi. Bütün dünya ayollaridan sizni buyuk qilib tanlab chiqdi." Bu o'rinda istifa qo'llangan ibora shu, tanlash deb tarjima qilamiz. Bu nima desa, asli so'zningki yasalish yildiziga qarasak, arab tilidagi as-saffu degan so'zdan yasalgan bo'lib, bir narsaningki saf holati, xolis bir narsa aralashmagan holatni saffu deymiz. Odatda ko'pincha vaqtda biz so'zlarning ma'nosini ifodalagan vaqtimizda shu hissiy tuyg'umiz, hissiy narsalar bilan ifodalaymiz. Masalan, bir suv hech qanday bir qo'shimcha aralashmasdan shu asli saf pak holatini saqlab qolsa, buni biz saf deymiz. Sura Muhammadning 15-oyatida bunda bir ifoda bor. Va anharun min asalin musaffa. Jannatning ahvoli tasvirlanib, jannatda shuna bir o'stanlar borki, hasaldan pak, saf, hech qanday narsa qanaqaman aralashmagan. Endi oyatda Allah sizni tanladı, pakladı deb, yana bir tanladı va, ikki tanladı va. İki tanladı. Birinci tanladı istafaka ve tahharaka deganiga tanladı. İkinci tanladı oyatning oxiridagi istafaki ala nisa'il. Birinchisi inalloha istafaki, bu bir tanlash. İkinchisi istafaki ala nisa'il alamin. Birinchisi hech qanday bir oldi qo'shimcha kelmagan buning keynida.
İkincisi de ala nisa'il alemin. Bunun da kelgan. Endi birinci tanlash bir umumiy tanlashni ifodalashi mumkin, chunki Alloh Maryam alayhissalomga o'xshash nurg'un tanlangan bandalarni tanlaydi. Ilgirki 33-oyat degandek İnna Allah astafa Adem ve Nuhan ve ala İbrahim ve ala İmran alal alamin. Bu yerda tanlangan nurg'un bandalar va Adem alayhissalom, Nuh alayhissalom, Ali İbrahim, Ali İmran. Bu yerda Maryam alayhissalom shularning qatorida bir tanlangan masala chiqsa, bu birinchisi tanlashdan. Ikkinchisi de wasqafaki ala nisa'il alamin degan ma ala nisa'il alamin degan ma qayd ma bir qo'shimcha bizga nima ifodalaydi desangmi, masala erlarning ichidan chiqib ketgan masala, ayollarga xos masala. Dunyo ayollarining ichidan tanlab chiqdi degandan keyin hozir o'tirg'i qo'ymoqchi bo'lgan masala Maryam alayhissalomning masalasi ayollarga xos masala. Erlar doirasidan chiqib ketgan masala. Endi bu yerda uqtamoqchi bo'lgan masala mu ayollarga xos masala, o'tirib chiqmoqchi bo'lgan masala mu ayollarga munosabatlik masala. Endi mushu ayollarga munosabatlik masalaning ichidan bu masalaga kimni tanlab chiqdi? Maryam alayhissalomni qanaq chiqdi, tanlab chiqdi degan mavhumni bas kerak. Ondan keyin farishtaninki, ya'ni Jibril alayhissalomninki Maryam alayhissalomga bu xil askartishlarni, bu xil bishoratlarni berishi. Maryam alayhissalatu vasallamninki bir vazifasini o'ziga nisbatan aslitish. Jiqishlar ko'rilyapti qarindoshlar. Oldingi oyatdagi zamoni yoki makoni olmagan bir davrda bir chaqda har xil turlik shu vaqtda shu urudlarda tepilmaydigan noz ne'matlarning tepilishi. Buningga Maryam alayhissalomning Alloh xoligan kishiga hisobsiz rizq berdi deb bevosita buning aloqi birisi ko'tirib akirmasdan bir sababga bog'lanmasdan Alloh tarafidan bevosita berilish orqali Maryam alayhissalomning bir ideya hozirligi to'g'risida so'zlab o'tgan-ku. Lekin mahil shakldagi Jibrayilninki Maryam alayhissalomga bergan bishoratimi shu ishdan keyingi bir yuz beradigan bir cho'ng ishga nisbatan Maryam alayhissalomninki ideya tayyorligini qana qilish, shakllantirish. Hammasi bundan keyin bir ish bo'ladi. Ma bundan keyin bo'lmoqchi bo'lgan ish ayollarning izzati, ayollarning iffatiga munosabatlik. Bu ko'tarilmasligi mumkin agar tuyuqsiz bo'lib qolsa. Birinchi qatim noz ne'matli keldi. Bu yerdan Alloh subhanahu va taoloning sababsiz bir narsa yaratadiganligini tunib yetdi Maryam alayhissalom. Hatto Zakariya alayhissalomga dedi buni. Zakariya alayhissalom buning ta'sirida o'zi yashangan, ayoli tug'mas holatda Allohdan bola tilab va bolasi bo'ldi. Bu ahvollarning hammasi bo'ldi. Bular shu vaqtda bir o'rtam yaratdi. Ya'ni bir holat, bir atmosfera shakllantirdiki, Alloh sababsiz ishlarni qila oladi, qudrati yetadi. Dunyoda Allohning qudrati bilan sababsiz ishlar, qonuniyatdan hal qilgan ishlar bo'ladi degan yerga keldimi? Ikkinchi qatim Maryam alayhissalomni texmi hozirlab sizni tanladi. Butun dunyo ayollarining ichidan tanladi bo'lgandan keyin normalda ayollarda yuz beradigan ahvolga o'xshamaydigan ahvol sizda yuz beradi degandek oldin ola berilgan bir bishorat. Yana bu Maryam alayhissalomni takror desak, ideya jihatdan qana qilish, hozirlash masalasi. Ideya jihatdan. Chunki dadisiz balaliq bo'lish bu normal ayollarning izzat, iffat masalasi. Ama Maryam alayhissalatu vassalamga kelgan vaqtda bu Allohning mo'jizasi o'g'achqa. Biz ilgirki bir darsimiz degandek, bir yangi bir aqida falsafasi deymiz yoki aqida dunyoga e'lon qilingan aqida darsi, dunyoga e'lon qilingan aqida jangining tunji qadami o'g'achqa Maryam alayhissalom mushu aqida jangining tunji qadami boshlanadigan o'rin oldi. Şunun başlamçısı oldu. Bu normal insanların tefakkürü yoki insanların özünün ideya tayyorlik bilan aytgan vaqtda bu ayollarning izzat, sharafiga tegadigan ish, balkim ko'tarilmasligini shu boshqa oldin Allah bir muncha Maryam alayhissalomda ahvollar yuz berdi. Birisi har xil turli noz ne'matlarninki Maryam alayhissalomga berilishi va bu Maryam alayhissalomda shu xil shakldagi ideya, aqidalarni mustahkamlashi. Ikkinchi qatim bu xil nimalarninki bishoratlarninki bir ishi hammasi oldin ola bir hozirlik. Endi tanladi degan vaqtida hammalar bilamiz, Alloh xalqan insonlarning ichidan tanlaydi. Xalqan o'rinlarning ichidan tanlaydi.
Xalqan zamanni, xalqan zamanlarning ichidan tanlaydi. Xuddi Payg'ambar alayhisolatu vasallamni butun insoniyatning ichidan eng axloq payg'ambarga tanlagandek. Bu ummat uchun. Ka'bani butun o'rinlardan muqaddas makon qilib tanlagandek hamma odam yerga yig'iladigan. Payg'ambarning butun dunyo ergashgan masalan. Ramazon ayini bütün aylar ichidan bütün odamning qalbiga talpinib turadigan bereketlik bir oy qilib tanlaganidek. Bu xil tanlash ahvollar bo'ladi. Allah xalqan zamonlar ichidan tanlaydi, xalqan o'rinlar ichidan tanlaydi, xalqan shaxslar ichidan tanlaydi. Dal ayni shuningga o'xshash masala Meryem Aleyhisselam'da mı oldu ki bütün dünya ayollarının içinden bu vazifeye Meryem Aleyhisselam'da tanladı. Sura Ali-İmran'daki 96. ayette mi? Kâbini tanlaganlık hakkında. İnne evvele beyt nudi'a lin-nas lellezî bi Bekke'te mübareke ve huda lil alemin. Mekke'deki şu kişilerge tunca qıtım silingan öy bu bütün dünyaya bereket ve hidayet degen şekilde tanlagan bir. Şuna oxşagan bir tanlaşılıdı. Meryem Aleyhisselam aynı şu şekilde bu vazife için tanlandı. Ayetteki tanladı hükmü şu. Başka narsa emas. Ondan keyin Allah subhanahu va taala da'vat etdi Meryem Aleyhisselamga ya Meryem uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Yani Cibril Aleyhisselam bularning hammani Meryem Aleyhisselamga yetkazdi. Yani ey Meryem Rabbinga ibadat qil, uqnuti wasjudi secde qil, warka'i ma'ar raki'in. Ruku qilishlar bilan ruku qil. Endi deb o'tdik ilgili derslerimizde ve bu hazırki muş dersimizden beşide Allah Meryem Aleyhisselam'ı tanladı. Meryem Aleyhisselam'ı büyük bir vazife için hazırladı. Bunun aldığında Allah hazırlıkları kılındı. Allah'ın sebepsiz yaratış kudreti iyikelliği ve şu akidini çıngıtıdığan ameli jarayan beşidin öttü. Min naz nimetler. Zekeriya Aleyhisselam'ın ayalının hamildar oluşu bu ikincisi. Bu Nehl meydanda kürel demez mi bu? Ondan keyin Meryem Aleyhisselam'a bişaretlerinin birilişi. Bular hemmisi Allah'ın Meryem Aleyhisselam'na tanlaganlığı bo'lg'achqa. Meryem Aleyhisselam'a söyleten büyük bir nimet. Allah'ın tanlışık erişiş insanın en çok nimeti. Bununla Meryem Aleyhisselam mes'ud bo'lish kerak. Xushal xursand bo'lish kerak ve Allohga shukr qilish kerak. Shukrning namoyandasi ya Maryam uqnuti li robbik. Rabbinga ibodat qil. Qunut normalda bütün vücudini bir qana qilish ibodat qilish bo'ladi. Diqqat qilsak, bu tanlash masalasi bir adamni Allah subhanahu va taolo bir vazifaga tanlasa, şu vazifani topshirganga qadar o odamni kishilar ishida güzel axloqliq, güzel suluqliq qiladi. Bu birilgan birinchi ne'mat. Uningda cho'ng-cho'ng xatoliklar, eg'irliklar ko'rilib qolmaydi. Xuddi Payg'ambar alayhisolamni tanladi. Kichik chig'idan tortib ta payg'ambarlik vazifasi ustiga apmoqcha Rasulullohdan har qanday bir kishilarning nazarida ayiblanadigan bir ahvol o'rtaga chiqmadi. Hatto Rasulullohning dushmanlari Rasululloh payg'ambar bo'lishdan ilgari Rasulullohni amin, sodiq degandek sifatlar bilan sifatlab, o'tirdagi jangi jidallarda ayrıldık holatga keldi. Maryam alayhisalom shu ta vazifani topshirib olgan qadar uning pokligi, masalan, ilgari darslarda o'tganimizdek naydi güzel parvish qilib o'stirdi Maryam alayhisalomni. O'zining tuqqun olgan ayni hammasining yo'ldoshi olgan Zakariya alayhisalomni bunga kepil qildi. Alloh buni qabul. Bularning hammasi Maryam alayhisalomga berilgan oldin ola bir ne'matlar deyapti. Mushu ne'matlarga nisbatan Allah subhanahu va taolodan Jibril orqali shunda bir buyruq keldiki, yuqoridagi ne'matlarga asosan Robbingga ibodat qil. Qunut bütün vücudu bilan uzluksiz qilgan ibodatni biz qunut deymiz. Li robbik degan ifoda seni yuqoridagi ne'matlar bilan ta'minlagan, yuqoridagi ne'matlarni ato qilgan Robbing, tarbiyatching, parvarishkoring degandek ma'nolarga qana qilish kerak, ishorat qilish kerak. Yuqorida sana bergan bütün naz ne'matlar, tanlashlar tabiiyki sendan nimani talab qiladi? Qunut, yani Allohga o'zingni bag'ishlab turib, o'zingni topshirib turib
bütün vücudun bilan ibodat qilishni talab qiladi degandek ma'noda. Vasjudi sajda qil. Sajda qilishdan bilan bilamiz insonning badanidagi eng sharaflik, eng hurmatli bir a'zoni zaminga qo'yib turib, o'zining eng to'g'ri holatini ifodalash. Ya'ni ibodatning eng yuksak ifodasi. Warka'i ma'ar-raki'in ki sen ruku qilg'uvchilar bilan qana qilib ruku qil. Bu yerda shu demakki, insonning Alloh bilan bo'lgan xos ibodatlari, xos aloqasi kishilar bilan billa jamiyatdagi vazifasini saqit qilmaydi. Sen Allohga har qancha shu ibodat qilib ket, sening ustingda yana kishilar bilan billa o'rtaq qiladigan bir vazifa saqit bo'lmaydi. Maryam alayhisolamga uqnuti bir buyruq keldi. Bütün vücudu bilan ibodat qilish, vasjudi sajda qilish buyruq keldi. Bütün eng yuksak darajadagi itoat, bandachilik, qulluqning eng yuksak ifodasi. Bu buyruq kelib bo'lgandan keyin yana warka'i ma'ar-raki'in degani sen bu büyük ibodatlarni qilib, ma'ning bilan kupoyilman deb o'ylama. Mal saqit olmaydi. Bu bizga shuni demakki, inson Alloh bilan bo'lgan aloqasi har qancha o'tkazsin, kechidagi ibodatlari har qancha o'tkazsin, xos ibodatlari har qancha o'tkazsin, buning ijtimoiy jamiyatda o'taydigan bir roli va kishilar bilan qiladigan bir ibodat, o'rtaq ibodat va bu gadandan saqlamaydiganligini bizga ifodalashi mumkin. Sur mudassirdimi? Do'zaxga kirganlardan nima uchun kirdinglar deb so'ralgan savolga do'zaxga kirganlar nima deb javob berdi? Qalu lam naku minal musallin. Sur mudassirninki 43-oyati. Biz namoz o'quvchilarning qatoridan bo'lmabdiq degani, bu shu xil ifodani bizga berish kerak. Ondan keyin keldik 44-oyatga. Zalika min anba'il g'ayb nuhihi ilayk wa ma kunta ladayhim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladayhim iz yahtasimun. Yuqordagilarning hammasi g'ayb xabarlari bo'lib, biz uni sana vahiy qilyapmiz. Ular Maryamga kim kepil bo'ladi talishib o'zining chaklarini tashlashga vaqtda, qalamlarini tashlashga vaqtda sen yo'qding, bilmayding bu ahvolni. Ular mushu tufaylidan da'talashga kirgan vaqtida, munoziraga kirgan vaqtda sen ularning qishti yo'qding. Bularning hammasi sana nisbatan g'ayb xabarlar. Oyatning mazmuni shu. Oyatdagi anba, naba degan so'z arab tilida büyük xabarlarni biz naba deymiz. Keyinidagi g'ayb bilan Uyg'urchada bu g'ayb deb tushunamiz. Ya'ni insonning normal idrak tuyg'usining sirtidagi har qanday ish nima bo'ladi? G'ayb bo'ladi. G'ayb odatda normalda ya o'tmishda yuz bergan ishlar bizga bugun xabar berilsa, bu g'ayb bo'ladi. Ikkinchisi bu kelgusida yuz beradigan ishlar bizga nisbatan g'ayb bo'ladi. Uchinchisi shu an bizning bilish imkoniyatimiz yo'q bir taraflarda yuz bergan ishlar bizga xabar berilsa, bu nima bo'ladi? G'ayb bo'ladi. Endi Allohning payg'ambari desak, Rasulullahning bu g'ayb masalalarga qarata idrok masalasi qarasak, mayli payg'ambar bo'lsin yoki boshqa bo'lsin, insonlik nuqtasidan idrokat vositalari odatda normalda 3 xil bo'ladi. Birisi ko'rash orqali bo'ladi, yana birisi anglash orqali, yana birisi o'qish orqali bo'ladi. Endi ko'rash desak, bu Maryam alayhisolamning bu voqealiklari, bularning Maryam alayhisolamni talishib, jangidal qilib, men kepil o'tdim deb chaqtashlash orqali oxiratda Zakariya alayhisolamning chiqqan voqealiklari, qilgan da'talashlari Rasulullohdan taxminan 6 asr ilgari bo'lgan. Ya'ni 600 yil. Demak, bu yerda tabiiyki Rasululloh bu ahvolni ko'rmagan. Rasululloh bu tarixni o'qigan deyli desak, Rasulullahning savati yo'q. Rasululloh Qur'onda ummiy, ya'ni o'qimaydigan, yozmaydigan payg'ambar deb tasvirlanadi. Buni hatta din dushmanlari e'tirof qiladigan masala. Uchinchisi, Rasululloh hayotida bir ustozning oldida o'tirib bir narsa anglab boqmagan. Demak, Rasulullohda buni bilgudek hech vosita yo'q. Rasululloh o zamonda yashamagan va o'qimagan va qanday qilmagan, anglamagan. Ana o'ganda bu masala normal his duygu a'zolari bilan tuyuladigan normal masala bo'lmay qoldi. Bu demak, ne dairasiga chiqdi? Normal doiradan g'ayb, ya'ni vahiy doirasiga chiqib ketdi. G'ayb ishlar vahiy orqali bilinadi,
inson o'zi bilmaydi. Agar inson o'zi bilaydigan ishlarni biz g'ayb demaymiz, unda ishlar vahiy bo'lmaydi. Endi oyatdagi nuhihi ilayk. Biz ularni sizga vahiy qilamiz degan masalada vahiy o'qimi biz amelanamda bu to'g'risida ma'lum azdur ko'pdir tushunchaga qarindoshlar. Masalan, Alloh Jibril orqali o'zining bandalaridan bir bandaga ma'lum masalalarni yoshirincha tiz bir shaklda yetkazsa, bu vahiy bo'ladi. Ya'ni vahiyning qisqacha ta'rifoti, qisqacha tushuntirilishi tiz, maxfiy shaklda bir masalani qanday qilish, bildirish bu vahiy bo'ladi. Ammo Qur'onda vahiy degan so'zni biz tushungan bu ma'nodan boshqa ma'noga ishlatilgan. Masalan, sura Zalzalada bi anna robbaka awha laha. Robbing ziminga vahiy qildi degan ma'noda hozir sizlarga tushunish olsun uchun shuna tarjima qildirib berayman. Ondan keyin malaikalarga Allohning vahiy qilganligi haqida Qur'onda oyatlar bor. İz yuhi robbuka lil malaikati degan shaklda. Ondan keyin hasal harlariga vahiy qilgan shakl ma'nodagi oyatlar bor. Hasal harlarninki urunlashtirilish masalasi haqida. Payg'ambarlarga vahiy qilgan bunda ahvolga qo'lliqli Qur'onda. Undan boshqa shaytonlar o'zaro birisi bilan gap yo'tkashganda Qur'on vahiy iborasi bilan ifodalaydi. Sura An'amda ve inne şeyatina la yuhuna ila awliyaihim. O'zaro shaytonlar bilan gap yo'tkashganda ham vahiy iborasi bilan ifodalaydi. Sura An'amning 112-oyatida va kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatinal jinni insi vel jinni yuhi ba'duhum ila ba'd. Jin şeytan insanlar bilan o'zaro bir-biridan gap yurish. Masalan, shaytonlarning insonga gap yurishtirgini, insonlarni vasvasasiga solgandimi vahiy ifodasi bilan ishlatilgan. Ya'ni bu xil shaklda qo'lnuliq vahiy so'zi bir qancha xil ma'no. Ammo ma oyatdagi vahiy biz burundan tatib tunib kelgan Allohning malaika vasitasi bilan o'zi tanlagan bir bandiga qiladigan vahiyisini ko'ramiz. Ya'ni buni biz normal vahiy deb ataymiz. Vahiy so'zi normal qo'llanilgan vaqtda mush ma'no iroda qilinadi. Ammo iboyatni degandek boshqa xil ma'noda qo'llanish to'g'ri kelib qolsa, vaqtda oldi keynida uningga shuni ifoda etadigan so'zlar qo'shilib qoladi. Masalan, Alloh subhanahu va taolo Isa alayhisolamning havoriylarga "Iz awhaytu ilal havariyyin" sura Ma'idaning 111-oyatida ma shaklda qo'llanilgan buni hatto ma shaklda qo'llandi, ammo mutlaq vahiy degan so'z oldi keyni qayd yo'q normal kelib qolsa, bu biz tushungan Allohning payg'ambariga qiladigan vahiy so'ludi. Qolgan boshqa ma'nolarda qo'llanilgan yerida oldi keynida shu boshqa ma'noda qo'llanilganligini ifodalaydigan qo'shimchalar, alomat belgilar bo'lib, shuni qarab bilsak bo'ladi. Ya'ni oyat shunda deydi-ki, bu ahvolni asosan bilmayding. Biz buni sana vahiy orqali bildirdik. Sen o'qimagan, sen vaqtda yo'qding. Sen bir ustozning qo'lida bu masalalarni o'rganmading. Bu masala sening zihningda yo'qdi. Sen mush masalalarning hammaga vahiy yo'li orqali qana qilding, erishding deydi. Oyatda mana bir ifoda bor. Sen ularning qishda yo'qding, ular o'z vaqtida Maryamga kimning kipil bulganligi haqida datalash qilib, o'zining qalamlarini tashlashgan. Biz buni ilgirki darsda bir qitim deb o'tdik. Bu yerdagi qalam degani birisi o'qiya yoki bo'lmasa Tavrat yozilgan qalamni ko'rsatdi. Ish qilib, ular orasida hal qilinmagan masalani kuchliklar boshliq zulm qilib, yuzdan qilib olmaslik uchun ashta bir qoida bo'tdi. Ya'ni qana qilib biz hozir chek deymiz, chek tashlab, chek kimga chiqsa, shu tava bo'ladi. Shu vaqtdami ashta bir manbayatni degandek ya o'qiyaning puchqi yoki bo'lmasa Tavrat yozilgan qalamning parchasini bular dengizga tashladi. Dengizda hammasi cho'kib ketib, laylab qolgan bir bo'lib qolsa, shu ustqon bo'ladi. Yoki hammasi laylab birisi cho'ksa, shu ustqon bo'ladi. Bu dal chek, hozirgi atalg'i bilan hozirgi tildan desam, Zakariya alayhisolamga chiqdi. Zakariya alayhisolam Maryam alayhisolamning kipillik vazifasini ustiga qana qildi, oldi. Ahvol shu. Oyatning oxirisidagi iz yahtasimun degan mazmun nimani ifodalaydi sanlar qarindoshlar? Maryam alayhisolamning kipillik masalasi jangi jidal darajasiga bordi. Bular men kipil bo'laman deb jay o'zaro munozirlashadigan. Agar mushu shaklda, chek tashlash shaklda masalada hal qilmasa, bir urush datalash chiqadigan darajaga borganligini ifodalaydi. Shuning bilan bugungi darsimiz vaqt munosabati bilan mushaydi tugadi. Yana mazmun yangi bir mazmundan boshlanadi. Maryam alayhisolamning
biz ilgirdan tatib yangi bir aqida asosining tunji qadamini elinadigan bir bosqich, bir bekat deb ifodalagan to'q. Yangi bosqich, ya'ni Isa alayhisalom masalasi, dadisiz tug'ilish masalasi, Allohning qudrat, o'zining mutlaq qudrati bilan yaratish masalasi kelasi soatlik darsimizdagi oyatdan boshlanadi. Kelasi soatda kurashguncha hammalarni Allohga omonat qildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.